Yo, barchalaringizga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan men Shohrux. Bugun sizlar bilan biza Minecraft hardcore'da 100 kun yashashga harakat qilamiz. Qanunda boshladik. Hardcore'ga kirgandan birinchi video hardcore. Qana bunda 100 kun yashar ekanmizmi, yashamaykanmizmi hozir ko'ramiz. Men sizlarga aytmasam bir ikkita mod qo'shib olgandim. Daraxtlarni tez sindiradigan mod. Chunki bu kerak bo'ladi Wishmanada ham, hardcore'da ham. Agar bu mod kerak bo'lsa, Telegram kanalimizga o'tasizlar. Telegram kanal описаниеda bo'ladi yo kommentariyada. Qo'ylar bor ekan, qo'ylar. Hozir o'zi temirga tosh qazishga harakat yapamiz. Bu toshni aniqlaykan. Bu yaxshi. Toshni ham birdaniga nima qilib bo'lyapti bu? Endi tepaga chiqish kerak. Kanalga obuna bo'lib, like bosinglar, biz tezroq 300 ta bo'lishimiz kerak. Kommentariyada xohlagan gaplaringizni yozinglar faqat. Yaxshi gaplar bo'lsa, bironta challenge qo'ysalaringiz ham bo'ladi. Men albatta bajaraman. Hammasini o'qib. Bu qo'ylar bunda o'zi maqsadimiz yaxshi baza topib, yaxshi qishloq topib, shunday qilib 100-kunlarda endi daraxtlarni o'ldirish kerak. Albatta bitta qismdan iborat bo'lmaydi, 2-3 ta qism bo'ladi. Hozir qishloq qidirishga borish kerak. Agar qishloq topganimda videoni yoqaman, ungacha pauzada turadi. Bolalar. A few moments later. Bolalar, yaqinimizda qishloq bor ekan. O'zigina ko'rib qoldi. Shunga kelyapman hozir. Shakllar ham ko'rinyapti. Juda katta qishloq ekan, endi uni o'maramiz. Mana birinchi sandiqda normal narsalar bor ekan. Misol bor edi. Bitta kravat olamiz, yotoq. So'sa berilgan. Butun o'rtacha bor ekan, yaxshi. Surat. Bitta sandiq bo'lishi kerak edi. Xarita. Keraksiz. Sandiqda xarita bor edi. Buni qo'ydik. Keyin bo'lishi kerak. Yo'q, bo'lmayapti buni. Buni kiyib olamiz, buni olamiz albatta. Ovqat. Varaq ham kerak xolos, chunki bundan kitob nima qilsak bo'ladi. Agarcha sehrlash stolini yasasak. Nima deyapman?
Kamanchilar yo'q ekan bu yerda. Hech kim bo'lmasdi. Bitta fermadan o'zgina bug'doy olamiz. Bilasizlarmi, bunday qilish kerakda. Mana shu qishloqni o'rab olamiz. So'ngra butunlay emas, o'ramasgan bo'ladi. Mana shu qishloqni kuchayamiz xullas. Boshqa nima qilamiz? Chiqtirib bo'lish kerak. To'g'ri bo'lish. Kerak. Yana ekib qo'ysam lekin joyiga yo'q. Nima qilamiz? Ana fermerlar bor-ku, qaraydi. Videoga albatta obuna bo'lib like bosinglar. Notda buzilgan portal. Oltin bor ekan ikkita. Olaman albatta. Bu ham bor ekan. Bunday qilamiz. Buni tashlab yuboramiz. Lopatani qaranglar. Normalniy. Yomon tezchi sindir ekan. Keyin bizga mana bunaqa yer ham bor ekan. Ber ekan. Juda foydali lopatga qo'yamiz. Kelajakda kerak bo'lsa kerak. Kerak bo'lsa kerak. Yomon gaplardan to'xtamang. Bitta mana buni olmoqchi, lekin biz shu yerda qolamiz-ku. Qolmayman. Tun ham tushyapti, birinchi kunimiz bo'ladi. Bu chetkada kunimiz yozilib qo'ygan. Dice plate. O'ngalimni qidirib yurganman. Hop. Nima qilding? O'zimni urmoqchi edi-ya. Sen urmoqchi eding-ya. Bu gruplar emas. Ketimga keldi. Şunları bulmamız kanalımız istedi. 4 temir düştü. Bundan nima yasaymiz? Bilasizlarmi? Kaç? Bugünden boshlab. Uchtasiga to'xtinglar hozirda. Komps yasash kerak. Komps qanaqa yasalashdi? Mayli, birinchi nima yasaylik? Qilamiz. Kirka. Bunun nima farqi bor? Bitta farqi bor ekan. Qo'ysak chiqgan to'xtaydi. Bitta reston kerak ekan, komps yashirib. Nimalar deb tashlabman bu yerdan beri. Bir yasashishi deyman. Bunga tushish kerak endi. Keyin nima yasaligimiz. Mana shundan oltindan oling.
olsa ketadi. Sindirib olamiz. Şimdi kon qidirishga ketamiz. Bitta kon topsak yaxshi bo'ladi. Maydaroq bo'lsa ham. Kattasi kerak emas-ku. Shakar qo'yish kerak. Ruhul kerak bo'ladi kelajakda. Shaxta kon kerak katta bo'lmasa ham mayli, bir 2-3 ta temir chiqsa keyin kattasini keyin topasdik. Shunday tekislikda bitta kon yo'q. Konni kana o'zi yaxshi bo'ladi. Mana kon bor ekan. Kon yo'qmi? Böyle. Tutsam ekan, tushmasam ekan. Tushamiz ne kerak. Qatnashlik kerakda bizga. Bitta olamiz. Tem yo'qmi? Mashallah yasab bo'lish kerak. Fakir. Zombie. Süper yaman ama. Kaç. Birinchi qalqon yasash kerak edi. Bir qalqon kelganini qaranglar. Ye, 3 ta yasab oldim ama. Sen yetib o'rtada. 3 qalqon. 3 ta kullanamiz bunu. Qo'yib ketamiz. Sondan chiqib ketdi. Kaçta bitti. O skelet salam. Edirokda o'ynash qiyin har kun. Zavada bo'lganda ancha oson bo'ladi. Temir yo'q. Hech bo'lmasa kemirni olsa bo'ladi. Keyin kerak bo'lganda topamiz. Bütün olur. Onun için demiştim yok. Çoğu zaman bak. Madde bindi bu. Şimdi başka geçeceğiz. Ne başka geçeceğim ki yaptı. Yine kısımları işte kerekli kısa kolları. O kadar kerençe bu hardcore. Bunu koyamız. Arap otlarımız. Şu teşekkürüm varken böyle bir şey desem plaket zombini karşıladı. Verim. Do'stlar, menimcha videoni shu yergacha ko'rganlaringiz uchun rahmat. Shu yerda tugatamiz. Keyingi qismlar uchun bir ancha like yig'inglar, keyin ikkinchi qismni chiqaraman. Hammaga xayr, sizlar bilan Shohrux bo'ldi.